Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Sizlar bilan qisqacha do'konimizni arzor qilamiz. Kelishimiz bilan o'ng qo'limizda yangi podborlarimiz bo'ladi. Bu yoq tarafda trambovchniy apparatimiz bo'ladi. Yangi qurilayotgan, yangi qurishni boshlayotgan akalarimizga 1,5 tonnalik trambovchniy yerimizni 15-20 sm-gacha presslab bera oladi. Ammo tashqari bizda shlipovchniy apparatimiz ham bor. Devorlarni shkurka qilib bera oladi. Kraska nasibkani noqulay joylarni bemalol shkurka qilib bera oladi. Narx-navosi qanaqa bo'ladi aka bular? Narx-navosi har xil bo'ladi. Masalan, trambovchniy apparatimiz olsak, sutkasiga 330 ming. Boshqa joylarda surish bersangiz 350 mingdan 400 mingdan kamiga berishmaydi. Bizda skidka ketyapti, ham zo'r narxda olib ketamiz. Zalogga ham narsa olib qolasizlar. Zalogga endi odamga qarab, sharoitiga qarab, pasport yoki prava, o'shanga qarab olib qo'yamiz. Mana qolgan pastki katta apparatlar bo'yicha ham Xo'p, misol oladigan bo'lsak, adboyligimizni, yerlarni beton, SSR betonlarni, g'ij, devor nima bo'lsa, hammasi adboyliklarimizni bizib olib tashlab bera oladi. Bemalol 17 kilo, 11 kilo, 7-8 kilo o'zini brendlariga mos. Bundan tashqari bizda elektr pillarimiz bor. Bizga pillarlar ancha yaxshiroq nisbatan. Daraxt, shox-shabbalarni, katta daraxt narsalarni bemalol olib bera oladi. Uni 3 ta varianti bor, har xillaridan оборотga qarab chiqazib beramiz. bular narxi qanaqa bo'ladi aka? Bular narxi standart narx bo'ladi, 100 ming so'm bo'ladi. Alohida siz uchun yangi set bilan ochib beramiz. Bemalol bitta o'chishda sizdan keyin boshqa muammo bo'lmaydi, demoqchisiz shu bo'ladi. Bemalol maza ishlatilgan elektr pilar qulaygina bo'ladi. Hop, bu yoqda bizda perforatorlarimiz bor. Teshishga, o'yib tashlashga kichkina noqulay joylar bo'lsa, mana shu ikkitasini olsangiz, bemalol maza ishlab ko'rasiz. Bundan kichkinasi kerak, undan minisi kerak desangiz, mana bunaqalar bo'ladi. Eng mini variantlar hisoblanadi. Ko'rsatib beraman. Eng mini variantlar bo'ladi. Kichkina joylarga teshib olib tashlab turishadi. Kinitlarimiz ko'rgan mashinadan olishadi. Xo'p, bizga endi keladigan bo'lsa, generatorimiz bor. Generatorimiz endi bu 8 kW, toza 8 kW beradi. Bir xil joylarga borsangiz 8 kW berishadi, 5 kW ham yetkazib bera olmaydi. Bizda xudo xolisa 8 kW bemalol bitta uyingizni katta ob'yomni zo'r olib bera oladi. Bemalol kelsanglar chiroyli narxda zo'r qilib beramiz, aka. Hop, bizda eng keyingisi svarkachniy apparatimiz bo'ladi. Noqulay joylarda svarka ko'chalar temir tersaklar chiqib qolsa, xonadon bor, shuni olib chiqasizlar, shundan svarka qorasiz elektrodi bilan. Shundan maza ishlatilgan apparatlarimiz. Hop, gazomakashirga sezoni keldi. Aravachalik bo'ladi, to'xta ishlaydi. Bemalol xonadon uchun olib qo'ysanglar, kakras maza ishlatilgan bo'lasizlar. Bo'lsa bizga kelsanglar arendaga sotilishga ham qilib beramiz. Impuls brendiga tegishli. Hop, bu yoqda pushkalarimiz. Endi pushkalarimizni qish sezonida ancha hozir to'g'ri o'tib qoldi demoqchisiz, to'g'ri. Endi bir xil bor, katta firma, katta korxonalarga olishadigan firmalar bor. Bizlar o'zimiz ishlaydigan. Shularga qilib berishimiz mumkin. Aka, qilib bering deyishadi, chiroyli narxda zo'r qilib beramiz. Bundan 329 ta ishlaydiganlar ham bor. Ular katta sexda turadi. Hali yana ishlatishyapti, katta asartmoqda. Ularga ham qilib beramiz katta firmalarga. Endi bu perforatorlar, bu akkumulyatorligimiz bor, balgatkani. Kichkina joylarga-da bu to'g'ri. Kichkina joylarga zo'r narxda zo'r qilib beramiz. Hop, tarsovkamiz bo'ladi. Mebel, endef, taxta, tarsovkachi akalar, mebelchi akalar juda yaxshi bilishadi. Zo'r maza qilib impuls hamma narsaga tez bera oladi. Bemalol kelsanglar o'zingizlarni necha gradusda aka bu? Bular 45 gradusgacha ham bemalol aylanib beradi. Alib qilib ishlatsanglar ham bo'ladi, ham pulkani ko'tarib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xohlagan tarafga xohlamachasi kesib bera oladi. Mana shu apparat hisoblanadi. Ko'pincha akalar mana shuni Xitoy tarsovka deb aytishadi, Xitoyda maza ishlatishgan. Hop, bizning to'kligini ko'rgan bo'lsangiz, bu benzin varianti bo'ladi. Benzinni ishlaydigan bo'ladi. Ko'chib kuyni ko'rgan bo'lsangiz, trimmer deyshadi. Qo'lni ko'taradigan benzinni bo'ladi. Qo'lni ko'tarib bemalol urib beradigan apparat. Qalin o'tlarga deb bu to'g'rimi? Bemalol to'ppa-to'g'ri qalin o'tlarga mo'ljallangan bo'ladi. Xonadon uchun mana bunaqasi bo'ladi. Ko'chaga mana bunaqasini ishlatganingiz yaxshi. Kimga demoqchisiz endi bu to'g'ri? Shunaqa. Xonadon uchun uni olganingiz yaxshi. Bu gazli pushka nima ekanini ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu gazli pushkamizni bu kraft bilan chiqadigan pushkamizni siz bera oladi. Gazli pushka bo'ladi, cheres olov bilan chiqazib beradi, katta ob'yomdagi. Sizga yaxshi. Almazniy apparatimiz bo'ladi. Bu ustakalarimiz bilishadi, buni ustalik, konsernerchi akalarimiz bilishadi. Konsernerchi akalarimiz bitta teshuvni 400 ming, 450 mingdan teshib berishadi. Bizga kelsanglar 250 mingdan olasiz, 250 mingdan 10 ta teshuv bilan teshib ketasiz, bemalol. Hammam bor demoqchisiz. Xuddi shunaqa o'zini kanallardan qo'shib beramiz, 100 talik, 50 talik kanallarni suv bachoklardan qo'shib beramiz. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, kompressorimiz bor edi. Kompressorimizni bu yaxshi bilishadi. Kraska, emulsiya, xapyor, любой narsalarni kompressor deb bera oladi. Bu
litrli bo'ladi, 50 litrli bo'ladi. Bunaqasi kelsa 24 litr bo'ladi. Kichkina joylarga kichkinachasini olib qo'yganingiz yaxshi. Xonadon shuni olib qo'ysangiz undan ham zo'r bo'ladi. Bular narx-navosi qanaqa bo'lyapti? Xo'p, narx-navosi, standartiga qarab, masalan 24 litrga bo'lsa 65 ming so'mdan chiqyapti. Kattalari 75 ming so'mdan chiqyapti. Agar kattaroq joyga ishlataman, kattaroq narsa ishlataman desanglar, 70 litrga bor, 100 ming so'mdan chiqadi sutkasiga. Agar keyinchalik 3 kun, 4 kun объемli joy ishlataman desanglar, обязательно kelishtirib, chiroyli narx qilib beramiz. Soatli ham bor, sizlarda adashmasam. Soatli, kunlik, haftalik, oylik, 1 yillik har xil anaqalarimiz, paketlarimiz bor. Xo'p, kompressordan kattasi ham bor-ku, Wagner bor-ku, sizlarda bormi desanglar, Wagner apparatimiz ham bor. U endi ikkitasi chiqib ketgan xizmatda. 5 mingtalik bilan 10 mingtaligi bor, xizmatda yuribdi hozir. Ular ham kelib qolsa kerak, Xudo xolisa ertaga kelib qoladi. U ham endi Wagner любой narsalarni sepib bera oladi. Kraska emulsiyani. Bu yoqqa o'tsanglar, xo'p, bu yoqda kichkina santimetrlarimiz bo'ladi, chap tarafimizda. Xo'p, bu yoqdan oladigan bo'lsak, paykamiz, ustalarimiz buni utib deyishadi. Dazmol anaqa narsalarni qilib bera oladi. Turbalarni eritib, turba yasab beradigan utukimiz bo'ladi. Dazmolchilarimiz yaxshi bilishadi, utuk deyishadi. Xo'p, tepaga qarasak, bolgarkalarimiz bo'ladi. 125 talik, 180 talik, 230 talik. Har xillari bor. Buni diskiga o'ziga yarasha qilib beramiz. Bularda nima assortiment ko'p-ku? Assortiment ko'p, bu hozir boshlanishi. Qolgan yarmi 50% chiqib ketgan xizmatda, firmada yuribdi. Bemalol. Hozir bularni diskini qo'shib beramiz. Har xillarini almazning, temir kesadigan kesinglar, plis qilib qo'shib beramiz biz. Lekin hech qayerda unaqa joyi yo'q. Biz qo'shib beramiz asosan. Bular narx-navosi qanaqa bo'lyapti, aka? Xo'p, bolgarkalarni, xo'p, kichkinalari 50 ming so'm, kattalari 60 ming so'm, soatiga 10 ming, 15 ming, 20 ming har xil bo'ladi. Apparat turiga qarab. Unchalik ham qimmat emas ekan, yaxshi narxga olib beriladi. Ko'p joyda bizda eng arzoni bo'ladi, ham standart bo'ladi, ham bizda absolyutni yangi bo'ladi assortimentli instrumentlar. Ko'p joylarga qarasangiz, ustida 50 ming, 60 ming qimmat bo'ladi. Bizda absolyutni hamma narsa skidkada sifatli, sifatiga mos narxda qo'yganmiz. Xo'p, bu yoqqa qarasanglar, picholkalarimiz bo'ladi. Picholkalarimiz shu taksovkaga nisbatan kichkinaroq bo'ladi. MDF, taxta, mebellarning kichkina joylari bo'lsa, bemalol kesib yuboradi, to'g'ri. Bemalol o'ziga o'xshagan odamga kelib ishlab ketsa bo'ladi. Xo'p, shurpa-o'rlarimiz bo'ladi, drill. Buni tupli varianti 2 xil bo'ladi. Buni batareykali bo'ladi. Xonadon uchun olib qo'ysangiz, bemalol o'zingiz uchun xizmat bo'lib qolsa, bemalol xonadon bo'lsa, ishlatib ketaverasiz. Buni har xillari bor edi, 15 tacha bor edi. Qolgan hammasi chiqdi, bitta qoldi. Yaxshi narsa har doim sifatli bo'ladi, sifatiga yarasha bo'ladi. Davom etamiz. Hop, bu yoqda lazerimiz bilan lobzigimiz bo'ladi. Shu lobzigimiz ham picholkaga qaragan nisbatan kichkinaroq bo'ladi. Kichkina joylarga taxta MDF mebellar bo'lsa, mana shu lobzig bilan kesib tashlangan apparat bo'ladi. Hop, bu yoqda lazerimiz bo'ladi. Buni kafel chokilar ko'proq ishlatishadi. Xonadon uchun yangi qurilayotgan, yangi kafel terayotgan akalarimiz juda yaxshi bilishadi lazerimizni. Bundan bizda 4 ta edi, qolgan 3 tasi xizmatga chiqib ketgan. Hozir bitta qoldi, yangisi. Ya'ni turibdi, pochini qilib berasizlar. Lazerimiz ishlatilmaganda bo'ladi. Ishlatilmagan. Absolyutni yangi bo'ladi apparatlarimiz hammasi. Bundan tashqari o'zining oyog'i ham bo'ladi. Oyog'ini ham komplekt qilib qo'shib beramiz. Bundan tashqari strakshingli fen bo'ladi. Qish mavsumida jabboq narsa bo'ladi. Bixlarning mashinasiga motori muzlab qoladigan bo'lsa, mana shu strakshingli fenni olib berar ekanda, asosan bo'ladi. Bemalol isitib bera oladigan bo'ladi. Bular narxi qanaqa? Bular narxi standart bo'ladi, har xil bo'ladi. Xo'p, buni fenimiz 50 ming so'm bo'ladi. Sutkasiga chiqadigan bo'ladi. Xo'p, trellarimiz ham 50 mingdan standart qilib qo'yganmiz hammasini, hamyon bor. Xo'p, lazerlarimiz keladigan bo'lsa 60 ming so'm, lobzigimiz keladigan bo'lsa ham 60 ming so'm. Hamma joydan kerak bo'lsa 15 ming, 20 ming arzon bo'ladi. Xo'p, mana bular nima desanglar, xo'p, kompressor aytganimdek, kompressorlar qo'shib beradigan komplektida kraska, emulsiya, bemalol sepib beradigan kraskaning pistolitlari bo'ladi. Xo'p, bunaqasi qanaqa desangiz, xapyorniki bo'ladi, emulsiyaniki bo'ladi, har xil pistolitlarni qo'shib beramiz. Klientlar o'zlari aytsalar qo'shib beramiz. Undan tashqari 15-20 udinitlarimiz ham bor. 30 metrgacha qo'shib beramiz. Xo'p, yonib ko'rsatadigan bo'ladimi yoki ular udinitlar? Udinitlarimizmi? Ichida bo'ladimi? Ichida alohida bo'ladi. Alohida 30 metrimiz faqat alohida bo'ladi, qolgan 15-20 metrlarni qo'shib beramiz. Bonus sifatida. Bonus sifatida. Bu yoqni ko'rsatadigan bo'lsangiz, narvonimiz yaqinda keldi. Bitta 30 metrcha chiqadi. Bunaqa narsalar ham bormi sizlarda? Bunaqa narsalar ko'p. Sklatimiz undan ko'p. Bu hozir bittasini olib chiqib qo'yganmiz, klientlar ko'rish uchun. Organizasiya ketdingiz 30 metr bo'lmaydi, 6 metr. 6 metr? 6 metr yangi kelganda bizga. Husan aka, mana obzorni ham tugatib oldik.
qisqacha ko'rsatib chiqdik do'konni. Ko'rgan bo'lsanglar hamma ham bor. Absolyutni apparatlarimiz yangi bo'ladi. Boshqa joy ko'rgan bo'lsanglar, apparatlari eski bo'ladi, chirigan bo'ladi. Qaramaydi apparatga. Bizga keladigan bo'lsanglar, absolyutni apparatlarimiz yangi bo'ladi, bir oy ham ishlatilmagan bo'ladi. Kerak bo'lsa yangi skladdan siz uchun chiqarib bera olamiz. Bemalol bizning do'konga kelsanglar, bemalol pasport o'rniga qilib bera olamiz. Ham bizda tashqari uzun nasiya orqali ham bor, sotilishga ham bor, ijaraga ham bor. Kelsanglar sotilishga ham qilib beramiz, ijaraga ham qilib beramiz, uzun nasiyaga ham qilib beramiz. Hali Toshkent shahar bo'ylab hali hech kim bunaqa narsa qilmagan. Universal demoqchisiz yoki? Da, to'ppa-to'g'ri bizda yangi universalsi ham bo'ladi. Joyimizni bilasizlar, Ibn Sino, Toshkent shahar, Ibn Sino yangi stroymat qurilgan, Pajarniy ko'cha, Pajarniyning ro'parasida shundan notarius yonida. Notarius ham reklama qilib ketyapman. Bemalol ko'rsanglar, chiroyli narxda qilib beramiz. Soat nechidan nechigacha ishlaysizlar? Xo'p, soat 7 dan kech payt 8 gacha ishlab beramiz. Agar 24:7 deb yozib qo'yganmiz, agar kech payt og'ir situatsiyalar bo'lib qoladi, avariyniy situatsiyalar bo'lib qolsa, generator xizmati, trambovka xizmatlari bo'lsa, katta apparatlarga xudo xohlasa 24:7 chiqib xizmat ko'rsatib bera olamiz. Bemalol xizmat ko'rsatib telefon qilsanglar, xudo xohlasa xizmat ko'rsatamiz. Bo'ldi, rahmat aka, kattakon. Sog' bo'linglar, sizlar bilan buyursin.